syomka qildingizlar? Ha, akajon. Nimaga? İşimiz shuda akajon. Farmonlarda kiyim qo'ng'irab bo'ylaysizmi? Yo'q, akajon. Sizlarni yomonlamaymiz. Biz sizlarni bir ishlarni aytamiz. Mana shunaqa issiqda turibdilar, bizani o'ylayaptilar degan narsani qilamiz. Bang. Hujjatlaringiz Bor, akajon. ko'raylik. Xo'p, bilan. Keldi. Uylatdingizmi? Avariya bo'lyapti. Yo'q, akajon, tinch. Birinchi, ikkinchi postdagilar normal, yaxshi gaplashildi. Ular bilan birga video ham oldik даже. Mana bu uchinchi postdagilar sal agressiya qilishdi nimagadir. Sizlar blokmisiz? Ha. Qoraqalpoq nukus ketamiz. Toshkentdan shuna kirib chiqib ketamiz viloyatlarga. Sizlar Yo, negativ. bloger desangiz bemalol aytamiz. Syomka qiling, farqi yo'q. Ha, shunaqa. Cheklamayman. Shu. Masala bo'ldi. Shu bolaga shuni biz o'yladik-da, kim ekan? Yo'q, aytdim men ularga. Ana 3 ta postdan yaxshi o'tdik. Ular bilan gaplashib, ana qilib. Nimani bagajni oching, biz o'zimiz ana shunaqa gay xodimlarini gaplashib, ular bilan ana qilamiz aka. O'tirib shunday choydan qo'rqasiz? Unisi. Qaysi? Ish tushdimi? Yo'q. Kameraga nima Kamera o'zimizga aka. Kamera boringlar. Mana buni oling aka. Mana aka. Yana o'zimizga xodimlariga sovg'a beramiz. Shu qo'ydik. Aka olmadilar. Stol ustiga qo'ydik. Anaqadan. Ahmad choyini, Ahmad choyini bakal akajon. Shart emas edi aka. Ha, o issiqqa bizani xalqimiz choyni yaxshi ko'radi-ku.